klientlarimiz aytishadi, sizlarning tovarlaringiz juda ham sifatli, sizlarning sifatingiz uchun men klient bo'lganman deb. Misol uchun sizlar sifat deganda nimani tushunasizlar? Material sifatliligini yoki choklarini toza tikilishini, kir mashinada yuzganinglarda ranglari chiqib ketmasligini sifat deb tushunasizlarmi? Yoki tizzalarini o'tirib turaverganinglarda ko'p kelinlar oqarib ketmasligi, material to'kilmasligini sifatli deb tushunasizlarmi? Yoki oddiygina qilib toza chokda tikib berishni sifatli deb tushunasizlarmi? Sizlar ko'proq qaysini sifatli deb tushunasizlar? O'shani kommentariyada yozib beringlar. Sizlar uni muhokama qilguninglarcha men ustimdagi modelni obzor qilib beraman. Chunki bu modelni boshida obzor qilganmiz, to'g'ri qizlar. U partiyamiz tugadi. Bunisi yangi partiyadan sizlar uchun zo'roq qilib chiqardik mana. Orqasiga xolasanglar, boylasanglar bo'ladi, xolasanglar. Nima qilib, yonini bunday qilib o'ziga boylab olsanglar ham bu отдельно fason bo'lib chiqadi. Buni materiali hali O'zbekistonda yo'q. Men buni bemalol maqtanib ayta olaman. O'zbekistonga kirib kelmagan. Spetszakaz faqat biz uchun chiqariladi. Mana materiali umuman to'kilmaydi qizlar. Men bemalol maqtanib ayta olaman. Shunda maqtanaman sizlarga. Bemalol kir mashinada ham, qo'lingizda ham qattiq yuvib bemalol kiysanglar bo'ladi. Xizmatlar uchun, kelinlar uchun shunda chiroyli bo'lib turadi. Razmerlar 48-50 razmerda bo'ladi, lekin 50 razmeri 52-54 razmerga ham bemalol to'g'ri kelyapti. Mana yubka bryuklarga qarang. Oldin olib berib ko'rsating, mana rezinkalarga qarang, qanaqa akkuratli. Shuni sifat deysizlar, nimani sifat deysizlar sizlar? Cho'ntaklari ham bor mana. Ishim ham kengina, yubka bryuki. Qizlari SSM brendida 280 ming so'mdan nalichida olib ketsanglar bo'ladi.